Qara, yo'llayam bu 100% egida, qara. Usta bu, keldingizmi? Azamat, bu atkoslarni kim olgan, qara? Ustalar oyog'i bilan teryaptimi deyman, ishlatdi. Usta bu. Ha. Optimizni to'g'ri ishlang. Zakonning hammasi chotki, tekis teriladi. Birinchi ochiladi 2 kilogina 5 lik shurp olib kelgin menga. Usta bu, shurupni nima qilasiz hozir? Birinchi tomini yopamiz, keyin devorli qilamiz. Jo'ra. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Ama Sovet davriga aboyni yopishtirib, keyin devor terganman. Nima deyapsanmi? Azamat, Ha, usta bu. kim teropti o'zi bu ishlarni? Usta Yusuf tergan. O'zimizni ustuysiz. Ha. Oho, texnologiya. Ha, usta bu nima ish qilyapsiz? O'g'ilchani o'ylantirdim, endi uy ham olib berishim kerak-da. Mana dom olganimizda oyiga 8 milliondan to'layapman. Boshim og'rib ketdi. Ha, undan ko'ra men o'zimiz qurayotgan kottejda olib bersangiz bo'lmaydimi? Domni to'lolmayapman, kattaga qanday yo'l bo'lsin menga? Kottej arzon, 1 kvadrati 3.950 ming so'mdan. Tayyor, patkulch holatga. Tayyor holatga patkulish topshirasan? Kottej bitgancha 250 million to'lasangiz, qolgan 400 millionni 20 yilga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Bo'lmasa men bitta o'zim nomimga olay, bo'lmasa o'g'ilcha yashab yuraveradi, zato o'zim nomimga. Ha? O'g'ilchaga olib berasiz, o'zingiz nomingizga olasizmi? Endi onasini nomiga olmayman-ku, o'zim nomimga olaman. Dokumentlarni olib kelayman, jo'rajon. Ha? Narpay tumani, Oqtosh shaharchasi, Baxt mahallasida joylashgan Rayyan namunali high-tech uslubidagi qurilayotgan kottejlarni ko'rib qo'ydim senga. Tez yetib kel, shu uylarni olib beraman senga. $100 jo'nataymi?